Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib beraman. 1.500.000 so'm olganlar, ya'ni bir martalik yordam, kompensatsiya. Ijtimoiy to'lov yoki boshqa davlat tomonidan ajratilgan pul mablag'ini qabul qilgan fuqarolar uchun hozir aynan nimalar o'zgargani, qayerda syurpriz borligi va qaysi xatolar keyinchalik katta muammo tug'dirishi mumkinligini oddiy tilda aytib beraman. Bu ma'lumot nafaqat pulni olganlarga, balki hali olish kutayotganlarga, ariza topshirganlarga, menga ham tushadimi yoki yo'qmi deb o'ylayotganlarga ham bevosita tegishli. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring, chunki ayrim odamlar bitta noto'g'ri harakat sabab keyingi to'lovlardan, imtiyozlardan yoki qayta ko'rib chiqish imkoniyatidan mahrum bo'lib qolishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki men bu mavzuni hujjatlar, amaliy holatlar va odamlar ko'p adashadigan nuqtalar bo'yicha batafsil tushuntiraman. Avval qanday edi? Ko'pchilik fuqarolar 1.500.000 so'm miqdoridagi to'lovni olgandan keyin masala shu bilan tugadi deb o'ylardi. Ya'ni karta hisobiga pul tushdi, bankdan SMS keldi, odam pulni ishlatdi va endi hech qanday qo'shimcha harakat kerak emas degan fikr keng tarqalgan edi. Lekin amalda bunday to'lovlar ko'pincha ma'lum bir maqsad, ma'lum bir toifa va ma'lum bir mezon asosida beriladi. Demak, davlat yoki tegishli tashkilot buni shunchaki tarqatmaydi, balki kimga nima sababdan, qaysi ariza yoki qaysi ro'yxat asosida berilganini elektron tizim orqali qayd qiladi. Hozir nima o'zgardi? Eng muhim o'zgarish shundaki, to'lov olgan shaxslarning ma'lumotlari ko'proq tekshirilmoqda, solishtirilmoqda va ba'zi hollarda qayta ko'rib chiqilmoqda. Bu degani, agar odam rostdan ham belgilangan toifaga kirsa, hujjatlari to'g'ri bo'lsa, yashash manzili, oilaviy ahvoli, daromadi yoki boshqa ma'lumotlari mos bo'lsa, u xavotir olmasligi mumkin. Ammo agar ariza topshirishda noto'g'ri ma'lumot berilgan bo'lsa, bir xil oiladan bir necha kishi asossiz ravishda pul olgan bo'lsa, yoki fuqaro boshqa imtiyozga ega bo'la turib bu to'lovni ham olgan bo'lsa, ana shu joyda syurpriz boshlanadi. Men bu yerda odamlarni qo'rqitmoqchi emasman. Men sizlarga vaziyatni aniq tushuntirmoqchiman. Chunki ko'pincha odamlar qonunni bilmagani uchun emas, balki menga qo'shnim aytdi. Mahalladagi bir tanish shunday dedi, Telegramda yozishibdi degan gaplarga ishonib harakat qiladi. Natijada esa keyin tushuntirish xati yozish, ortiqcha olingan pulni qaytarish, arizani qayta topshirish yoki bank va mahalla o'rtasida yugurishiga to'g'ri keladi. Endi eng asosiy savolga o'tamiz. 1.500.000 so'm olganlar nimani bilishi kerak? Birinchi navbatda siz pul nimaga berilganini bilishingiz kerak. Masalan, bu ehtiyojmand oilalarga yordam sifatida berilganmi? Bolali oilaga berilganmi? Ishsizlik yoki vaqtinchalik og'ir ahvol sabab ajratilganmi? Kompensatsiya bo'lganmi yoki boshqa dastur doirasida tushganmi? Chunki har bir to'lovning o'z sharti bo'ladi. Agar siz shartni bilmasangiz, keyin sizdan nima talab qilinishini ham bilmaysiz. Masalan, bir fuqaro oilasi kam ta'minlanganlar ro'yxatda turgani uchun 1.500.000 so'm olgan bo'lishi mumkin. Bu holatda tizim oilaning daromadini, a'zolar sonini, mulkini, verilmagan, avtomobili bor yo'qligini, doimiy ish joyi bor yo'qligini solishtirishi mumkin. Agar oilada 5 kishi yashasa, faqat bir kishi ishlasa va oylik daromad past bo'lsa, bu to'lov asosli bo'lishi mumkin. Lekin agar hujjatda oila daromadsiz deb ko'rsatilgan, amalda esa oila a'zolaridan biri rasmiy ishda yuqori maosh olayotgan bo'lsa, bu savol tug'diradi. Yana bir misol. Ayol kishi yolg'iz ona sifatida yordam olgan bo'lishi mumkin. Agar u haqiqatdan ham farzandlarini yolg'iz boqayotgan bo'lsa, aliment olmayotgan bo'lsa yoki turmush o'rtog'i bilan qonuniy ajrashgan bo'lsa, bunday yordam mantiqan tushunarli. Lekin ayrim hollarda odamlar hujjatda yolg'iz ko'rinadi. Amalda esa oila birga yashaydi. Daromad bor, xarajatlar birgalikda qilinadi. Bunday noaniqliklar keyinchalik tekshiruvda chiqib qolishi mumkin. Kimlar xavotir olishi kerak? Men aniq aytaman. Agar siz arizada noto'g'ri ma'lumot yozgan bo'lsangiz, boshqa birovning maslahati bilan daromadni yashirgan bo'lsangiz, oila tarkibini to'liq ko'rsatmagan bo'lsangiz, yashash manzilingiz boshqa joyda bo'lsa-yu, yordamni boshqa hududdan olgan bo'lsangiz, e'tiborli bo'ling. Bu siz aybdorsiz degani emas, lekin hujjatlaringizni tartibga solishingiz kerak degani. Kimlar xavotir olmasligi kerak? Agar siz to'lovni rasmiy ariza asosida olgan bo'lsangiz, barcha ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, sizdan hech kim yolg'on hujjat so'ramagan bo'lsa, siz ham hech narsani yashirmagan bo'lsangiz,
unda vahimaga tushmang. Pul tushgani uchun darhol endi qaytarish kerak emish degan gaplarga ishonmang. Har qanday talab rasmiy bo'lishi kerak. Sizga telefon qilib pulni qaytaring, mana bu kartaga tashlang desa, bunday holatda ehtiyot bo'ling. Davlat to'lov yoki ortiqcha to'lov masalasi hech qachon oddiy shaxsiy kartaga pul o'tkazish orqali hal qilinmaydi. Keling, raqamli misol bilan tushuntiraman. Tasavvur qiling, bir oilada xotin va 3 farzand bor. Rasmiy ishlamaydi. Xotin vaqtincha uyda, bolalar maktabda. Oilaning oylik rasmiy daromadi yo'q yoki juda kam. Mahalla yoki tegishli tizim ularni yordamga muhtoj deb topdi va 1.500 ming so'm tushdi. Bu pul oziq-ovqat, dori-darmon, kommunal to'lov yoki bolalarning kiyim-kechagi uchun ishlatilgan bo'lishi mumkin. Bu holatda asosiy hujjatlar joyida bo'lsa, odam xavotirlanmaydi. Ikkinchi holat, bir oilada 2 kishi ishlaydi. Biri 7 million so'm. Ikkinchisi 3 million so'm maosh oladi, lekin arizada daromad yo'q deb ko'rsatilgan. Bu yerda savol paydo bo'ladi. Chunki yordamning mohiyati ehtiyojmalik bo'lsa, daromad yashirilgani yordamni noto'g'ri olish sifatida baholanishi mumkin. Ana shu yerda keyinchalik sizga asossiz to'lov qilingan degan xabar kelishi ehtimoli bor. Uchinchi holat, bir fuqaro umuman ariza topshirmagan, lekin uning kartasiga 1.500 ming so'm tushgan. Bunda birinchi qilinadigan ish pulni darhol yechib ishlatish emas, balki manbasini aniqlash. Bank ilovasida to'lov izohini ko'rish kerak. Agar izoh tushunarsiz bo'lsa, bankka yoki tegishli tashkilotga murojaat qilish kerak. Chunki ba'zan texnik xatolik bo'lishi, familiya yoki hisob raqam adashishi yoki oldingi ariza bo'yicha kechikib tushgan mablag' bo'lishi mumkin. Endi ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarni aytaman. Birinchi nozik jihat, pulni olganingiz bu sizning keyingi barcha yordamlaringiz avtomatik davom etadi degani emas. Ba'zi odamlar bir marta 1.500 ming so'm olgach, endi har oy tushadi deb o'ylaydi. Aslida bunday bo'lmasligi mumkin. Bu bir martalik to'lov bo'lsa, u faqat bir marta beriladi. Davomiy nafaqa yoki yordam bo'lsa, unda muddat qayta tekshirib va tasdiqlash jarayoni bo'ladi. Ikkinchi nozik jihat, pul tushgan karta kimniki ekaniga e'tibor bering. Ba'zan yordam oiladagi bir kishining nomiga rasmiylashtiriladi, lekin karta boshqa qarindoshga tegishli bo'ladi. Bu kelajakda muammo tug'dirishi mumkin. Chunki davlat tizimida to'lov oluvchi shaxs va karta egasi mos kelishi muhim bo'lishi mumkin. Agar siz boshqa odamning kartasi orqali pul olgan bo'lsangiz, hujjatlarda bu qanday ko'rsatilganini tekshiring. Uchinchi nozik jihat, ro'yxatdan o'tgan manzil va amalda yashayotgan manzil farq qilsa, ehtiyot bo'ling. Masalan, siz Farg'onada ro'yxatda turasiz, lekin Toshkentda yashaysiz. Yordamni qaysi hududdan olish kerak, qaysi mahallaga murojaat qilish kerak? Bu masala ba'zan chalkashadi. Agar noto'g'ri hududdan to'lov olingan bo'lsa, keyin tushuntirish so'ralishi mumkin. Shuning uchun men doim aytaman, yashash joyingiz, ro'yxat manzilingiz va hujjatlaringizdagi ma'lumotlar bir-biriga mos bo'lsin yoki farq bo'lsa, uni qonuniy tushuntirishga tayyor bo'ling. To'rtinchi nozik jihat, qarzdorlik masalasi. Ba'zi fuqarolar kartaga pul tushishi bilan bank kredit qarzi, aliment, ijro hujjati yoki boshqa ushlab qolishlar sabab mablag' yechilib ketganini ko'radi. Odam menga yordam berildi, lekin pulni bank olib qo'ydi deb norozilik bildiradi. Bu juda og'riqli masala. Bunday vaziyatda to'lovning turi muhim. Ayrim ijtimoiy to'lovlar bo'yicha ushlab qolish cheklanishi mumkin. Ayrimlarida esa bank yoki ijro tizimi avtomatik yechib olishi ehtimoli bo'ladi. Shuning uchun pul tushadigan kartangizda oldindan blok, minus balans yoki ijro cheklovi bor yo'qligini tekshirib qo'yish kerak. 5-chi nozik jihat, firibgarlar. Hozir 1.500 ming so'm olganlarga yana qo'shimcha pul chiqdi. Anketani to'ldiring, karta raqamingizni yuboring, SMS kodini ayting degan xabarlar ko'payishi mumkin. Men qat'iy ogohlantiraman. Hech kimga SMS kod bermang. Plastik kartangizning to'liq ma'lumotlarini yubormang. Telegramdagi noma'lum botlarga pasport ma'lumotlarini kiritmang. Rasmiy ariza faqat tegishli davlat portallari, bankning rasmiy ilovasi, mahalla yoki vakolatli tashkilot orqali amalga oshiriladi. Agar kimdir sizdan oldindan pul so'rasa, xizmat haqqi desa, navbatga qo'yib beraman desa, bu juda katta xavf belgisi. 6-chi nozik jihat, qo'shnim oldi, men olmadim degan holat. Bu eng ko'p uchraydigan e'tirozlardan biri. Ikki oila bir ko'chada yashashi mumkin, lekin ularning sharoiti hujjat bo'yicha boshqacha bo'ladi. Bir oilada nogironligi bo'lgan shaxs bor, ikkinchisida yo'q.
Bir oilada rasmiy daromad past, ikkinchisida avtomobil yoki ko'chmas mulk bor. Bir oilada bolalar soni ko'p, ikkinchisida oila a'zolari kam. Shuning uchun faqat qo'shni olgani uchun siz ham avtomatik olishingiz kerak degan qoida yo'q. Lekin agar siz o'zingizni haqli deb hisoblasangiz, albatta ariza berish, rad javobi sababini so'rash va hujjatlarni qayta ko'rib chiqishni talab qilish huquqingiz bor. Endi aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, pul qayerdan tushganini aniqlang. Bank ilovasiga kiring. To'lov tarixini oching, izoh qismini ko'ring. Agar izohda ijtimoiy yordam, kompensatsiya, subsidiya yoki boshqa nom yozilgan bo'lsa, uni yozib oling yoki skrinshot qilib saqlang. Agar izoh tushunarsiz bo'lsa, bankning rasmiy kol markaziga qo'ng'iroq qiling yoki filialga boring. Ikkinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta, doimiy ro'yxat manzili, oilaviy holat, farzandlar tug'ilganlik guvohnomalari. Nogironlik ma'lumotnomasi bo'lsa, daromad haqida ma'lumot, ishsizlik holati, bank rekvizitlari, bularning hammasi tartibli bo'lishi kerak. Agar ariza kimdir orqali topshirilgan bo'lsa, arizada nima yozilganini bilishga harakat qiling. Chunki men bilmaganman degan gap hamma holatda ham yordam bermaydi. Uchinchi qadam, agar sizga pulni qaytarish kerak degan xabar kelsa, avval rasmiyligini tekshiring. Oddiy telefon qo'ng'irog'i, Telegram xabari yoki noma'lum raqamdan kelgan SMS asosida pul qaytarmang. Rasmiy xat, qaror bildirishnoma yoki tegishli tashkilotning yozma talabi bo'lishi kerak. Agar chindan ham ortiqcha to'lov aniqlangan bo'lsa, uni qaysi hisob raqamga, qaysi asos bilan, qaysi muddatda qaytarish kerakligi aniq ko'rsatiladi. 4-qadam. Agar siz pulni asos deb hisoblamasangiz, tushuntirish yozing. Tushuntirishda hissiyotga berilmang. Aniq faktlarni yozing. Masalan, men falon sanada ariza topshirganman. Oilamda falon nafar a'zo bor. Rasmiy daromadingiz falon miqdorda, to'lov falon sanada kartamga tushgan. Men bu mablag'ni ehtiyojlar uchun ishlatganman. To'lovni qonuniy olganman deb hisoblayman. Shundan keyin hujjatlarni ilova qiling. Har bir gapni tasdiqlovchi hujjat bo'lsa, sizning pozitsiyangiz kuchli bo'ladi. 5-qadam, agar sizga to'lov tushmagan bo'lsa, lekin o'zingizni haqli deb bilsangiz, avval sababini biling. Mahallaga boring, ijtimoiy himoya bo'limiga murojaat qiling. Zarur bo'lsa, davlat xizmatlari markazi orqali ariza holatini tekshiring. Nega menga tushmadi deb umumiy norozilik qilish o'rniga, mening arizam qaysi sabab bilan rad etildi deb aniq savol bering. Sababi yozma bo'lsa, keyin uni tuzatish osonroq bo'ladi. 6-qadam, agar daromadingiz, oilaviy holatingiz yoki yashash manzilingiz o'zgargan bo'lsa, buni yashirmang. Masalan, siz yordamga ariza bergan paytda ishsiz edingiz, keyin ishga kirdingiz yoki ariza bergan paytda oilada 4 kishi bor edi. Keyin farzand tug'ildi yoki siz boshqa tumanga ko'chdingiz. Bu o'zgarishlar keyingi to'lovlarga ta'sir qilishi mumkin. Ma'lumot yangilanmasa, tizimda eski holat qoladi va keyin chalkashlik chiqadi. 7-qadam. Hujjat va xabarlarning hammasini saqlang. Bank SMSlari, ariza raqami, mahalladan berilgan ma'lumotnoma, rad javobi, qabul qilingan ariza nusxasi, to'lov tushgan sana, bularning hammasi kerak bo'lib qolishi mumkin. Ko'p odamlar hujjatni yo'qotib qo'yadi. Keyin esa men ariza bergandim deb isbotlay olmaydi. Telefoningizda alohida papka oching, hammasini rasmga olib saqlang. 8-qadam. Agar sizga kimdir men pulingizni chiqarib beraman desa, ehtiyot bo'ling. Hech kim rasmiy mezonlarga mos kelmaydigan odamga qonuniy yordamni chiqarib bera olmaydi. Agar chiqarib beraman desa, demak u yoki sizdan pul olmoqchi, yoki hujjatda noto'g'ri ma'lumot kiritmoqchi. Bugun siz 1.500 ming so'm olishingiz mumkin, lekin ertaga undan ko'proq jarima, qaytarish majburiyati yoki boshqa muammo bilan duch kelishingiz mumkin. Men yana bir amaliy misol keltiraman. Deylik, bir ayol 3 nafar farzandi bilan yashaydi, turmush o'rtog'i aliment to'lamaydi, rasmiy daromadi yo'q. U yordamga ariza berdi, 1.500 ming so'm oldi. Keyin unga kimdir endi seni tekshirib pulni qaytarasan dedi. Bu ayol nima qilish kerak? U vahimaga tushmaslik kerak. U farzandlarining hujjatlarini, aliment bo'yicha ma'lumotni, daromadi yo'qligi yoki kamligini tasdiqlovchi hujjatlarni tayyorlab qo'yadi. Agar savol bo'lsa, rasmiy idoraga borib tushuntiradi. Bu to'g'ri yo'l. Boshqa misol. Erkak kishi tanishi orqali ariza topshirdi. Oilasida 2 kishi rasmiy ishlaydi, lekin arizada daromad ko'rsatilmagan. Pul tushdi. Endi unga xabar keldi. Ma'lumotlar mos emas. Bu holatda eng katta xato yashirinish, telefonni ko'tarmaslik
balki unutishar deb yurish. To'g'ri yo'l borib vaziyatni tushuntirish, agar xato bo'lgan bo'lsa, uni tan olish, qayta hisob kitobni so'rash va qonuniy tartibda hal qilish. Chunki tizimdagi qarzdorlik yoki noto'g'ri to'lov masalasi o'z-o'zidan yo'qolib ketmaydi. Yana bir muhim masala, bu pulni qanday ishlatganingizni ham aql bilan yondashib ko'ring. Agar to'lov ehtiyojmandlik uchun berilgan bo'lsa, uni zarur narsalarga ishlatish maqsadga muvofiq oziq-ovqat, dori, kommunal to'lov, bolalar kiyimi, ta'lim uchun kerakli anjomlar. Albatta, hamma o'z pulini o'zi boshqaradi, lekin keyin pul qayerga ketdi degan savol bo'lsa, siz hech bo'lmasa o'zingiz uchun xarajatlarni eslab qolgan bo'lasiz. Ayniqsa katta qarzga berib yuborish, noma'lum odamga o'tkazish yoki shubhali sxemalarga tikish juda xavfli. Demak, 1.500.000 so'm olganlar uchun asosiy syurpriz shundan iboratki, pul tushgani bilan masala har doim tugamaydi. Ma'lumotlar tekshirilishi, hujjatlar solishtirilishi, ayrim holatlarda qo'shimcha izoh yoki tasdiq so'ralishi mumkin. Agar siz hammasini qonuniy, to'g'ri va ochiq qilgan bo'lsangiz, xavotirga hojat yo'q. Agar hujjatlarda xato yashirilgan daromad yoki noto'g'ri ma'lumot bo'lsa, hozirdan tartibga soling. Men sizga maslahat beraman. To'lov manbasini tekshiring, hujjatlaringizni yig'ing, firibgarlarga ishonmang, rasmiy xabarsiz hech kimga pul o'tkazmang va har qanday masalada yozma javob so'rang. Shunda siz o'zingizni ham, oilangizni ham ortiqcha muammolardan himoya qilasiz. Siz 1.500.000 so'm olganmisiz yoki hali kutyapsizmi? Sizga pul tushdimi, javobi keldimi yoki umuman tushunarsiz vaziyat bormi? Izohlarda yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot bugun ko'pchilikka kerak bo'lishi mumkin.